Mana tog' tarafga balandligi 37 metr balandlikka hozir suv ko'tariladi. O'sha koloduslardan ligrovka qilib shu yoqqa ham ko'tariladi, shu yoqqa ham beriladi. Mana shu yerda geta bir 20-22 xo'jalik bor ekan. Shularga ham suv berilyapti. Mana suv chiqdi mana. Hoji boshchi. Mana o ayol boshchi. Ular suvni chiqarib. Oyoq bilan qarab bor, tochqani oqpadi u. Mana bilan bitta bor, bu o'yin ham bo'ladi. Mana tochkazdan ham o'qyapti. Tortish kerak. Mana suv chiqdi tepalikka. Mana ayol boshqaryapti. Chekelyapti vozdux. Mana ellardagi vozduklar bular. Mana liniyada bor-da, 10 ellarda baland pasti bor. Bir sirada bo'lgandan keyin tozalanib ketadi ular. Bo'larga vozduk keragi yo'q, kran qo'yishadi-da. Bitta ikkita bo'lishi. Ha, irg'igani nima bo'laradi-da? Hozir polni siqib berdim bu yoqdan. Ha? Vozduklar ushlagandan keyin yana ko'payib ketaveradi. Boshidan 16 metr bu yoq pastlik. O'shani hisobiga chiqadirgan suvda endi sizlarga ko'p ketadi. Bu yoqlarga ozroq keladi baribir. Uruminiga qarab. Boshidan 16 metr bor. Mer 16. Berksini narxini oladi, ha? Adana ulaydı. Buların içini teşhiradigan ekan, bilyapsizmi? Kuluchqani. Gazı. Neme qayrilib qolgan. Bo'lishi mumkin, bilib. Bu qattiq bosqog'ini. O'zi yetgan o, rezba ko'ringan yo'q-da. Mo'chat ekan. Ha, lin nimadan ketdi ham o? O nerdan bekitib el? Kurdayin dağı, o nerdan bekitib beraymi? Ha, birinchi ochtiring u yoq. Sekin ochsin endi, ochganda ham. Hozir tutar. Bu yoqdan boshqa yerdan oqib bordi. Mana hech suv ko'rmagan joylar mana qurib yotibdi mana uylarga. Mana shu yerlarga hozir suvni chiqardik mana. Ellar so'yinib qabul qilishdi mana. Hozir har bir kranlar teshirilyapti. Vozduk joylarga qo'yilyapti. Bu yerga ham 20 xo'jalik yana qo'shimcha chiqdi. Bu suvlar hozir ashi 270 xo'jalikka plus yana 20, 90, 95 xo'jalik atrofida 300 xo'jalik tashqi hammasi bo'lib shularga yetarli suv kelyapti, chiqyapti mana. Keldi mana yerga.